Assalomu alaykum. Hop, yangi joyimizda ventilyatsiya ishlarini boshladik. Mana xudo xolisa bu joyimizga rekuperator o'rnatamiz. Bu joyimiz xudo xolisa restoran bo'ladi. Shu patolog ustidan mana bu oraliqlardan ketadi, xudo xolisa qurbonlarimiz. İşlerimiz xudo xolisa qo'yib boramiz. Yana bo'layotganlarini, qanday bo'layotganlarini yurg'izyapmiz rekuperatorni tekshirib, xudo xolisa. Kimga shunaqa sifatli ventilyatsiya xizmatlari kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar.